Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nima qilyapsan? Dadamlar hisobotni qaytadan tekshirib yuborgin dedilar. Qarang, oldingi oyi hisoboti mashimida. Qoch, men o'zim jo'nataman. Tur. Sen bitta kofe damlagin menga. Xo'p. Aytgancha xolajon yaxshimilar? Yo'q. Ahvollari og'ir. Kechagidan ham og'ir. Yo'q-ey. Ish qilib ketib qolmasalar bo'ldi-da. Yo'q-ey, yaxshi bo'ladilar, unaqa demang. Qorningiz ochmi? Yo'q, qornim to'q. Yusuf akam kelmadilarmi? Yo'q, ko'chada yuribdilar ishlari bilan. Hali kelmadilar. Bo'pti, men kofe tayyorlay. Aytgancha, qizingiz sizni so'rab rosa boshimni yedi. Qani o'zi u? Uxlab qoldi.